Assalomu alaykum. Siz bu videoga bekor aka duch kelmadingiz, chunki siz o'zingizga yaxshi smartfon qidiryapsiz. Lekin bilmaysiz, yaxshi smartfonni qayerlari yaxshi bo'lishi kerak. Unda sizni tabriklayman. Sizga biz yordam beramiz. Ya'ni Makon Mobile jamoasi. E'tibor bering, men sizga zo'r telefon tanlab beraman. Birinchi bo'lib, e'tibor beradigan narsangiz, xarid qiladigan smartfoningizning ekrani zo'r bo'lishi kerak. Ya'ni super AMOLED bo'lishi kerak. Ikkinchisi, RAM, ya'ni operativkasi. Albatta xarid qiladigan telefoningizni operativkasiga e'tibor bering, ya'ni operativkasi yuksak bo'lsin. O'shanda sizning telefoningiz qotmaydi va tez ishlaydi. Uchinchisi, xotira. Iloji boricha xotirasi balandroq, xotirasi kattaroq telefon oling, chunki xotirasi kattaroq telefonni ertaga sotishingiz ham oson bo'ladi. To'rtinchisi, batareyka. Batareykasi mukammal telefon oling, chunki hozirgi kunda bizning kunimizning ko'p qismi telefondan o'tyapti. Batareykasi maydaroq telefon olsangiz, sizning telefoningiz batareykasi o'tirib qoladi va siz telefonsiz qolasiz, ya'ni setsiz qolasiz. Beshinchisi, kamera. Albatta kamerasi zo'r telefon oling, chunki biz hozirgi kunda juda ko'p syomkalar, ya'ni rasmga olishlar bo'ladi. O'shaning hisobiga kamerasi yaxshi telefon oling. Sizga yana shunaqa maslahatlar kerak bo'lsa, savollar qoldiring, savollaringizga javob beramiz. Siz bilan Makon Mobile.